Abduqodirmi deydi, bo'ldi. Men Abduqodir Husanov masalasida xolis bo'la olmayman. Sharqda ham fikr bildirayotgan. Chunki menga shunaqa ko'raveradi. Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi o'ynayotgan paytda Orif sharhlovchi biladi, siz sharhlovchi bo'lmasangiz ham bilasiz. Juda bu his tuyg'ilib o'tadi. Yozasiz-ku bir narsani, yozayotgan paytingizda ham yo'q, penalti yo'q deb turaverasiz-da. Xuddi shunaqa vaziyatda. O'sha tomondan Abduqodirda menga shunaqa ko'rinadi. Keyin ularga ham shunaqa ko'rinayotganining asosiy sababi Abduqodir mana shu imij yoki shunaqa ko'rinishimi yuzaga chiqarib bo'ldi-da. Ya'ni uni turtishi bilan boshqalarning turtishi har xil tahlil qilinishi mumkin. Uni fishkasi shu bo'lib qoldi. Shuning uchun borib turib rostdan qoida buzgan, foul chegarasida qoida buzgan bo'lsa ham boshqalarga berilishi mumkin bo'lgan penalti unga berilmasligi bu uni mehnatlarining samarasi. Shunga o'rgatdi hamma. Yelka qo'yishda, keyin to'xtatishda, tezligi bilan to'xtatishda menimcha o'rgatib qo'ydi. Hakamlar ham o'rgatib qo'ydi. Abduqodirmi deydi, bo'ldi. 50-50 vaziyatlarda buni foyda